Yaxshi onajonim. Onajonimiz bilan bellashuvni boshladik. Shoshilmasdan kesaveramiz onajonim. 1 kilo bo'lganiga hisobingiz chiqsa, taroziga qo'yib qo'ysiz bo'ladi onajon. Hatta ko'p onajonim. Yurakda o'tib borlar kelaveradi. Yaqin kunlarda g'olib aniqlanmayapti. 1 kilo go'sht kesadigan odam topilmayapti. Chiqadimi onajonim? Yaxshi onajonim. Gap bo'lishi mumkinmas. Bir ketishda mayda chuyda yo'q. Bir ketishda mana ko'ringlar. Taroz ishlamayapti deganlar ko'rsa mana 1 kilo 220. Voy malades. Go'sht olib kam, go'sht qo'shamiz 1000 gram. Gap bo'lishi mumkin bas. Lukoil jamoasidan taqdim qilingan 500 ming so'm onajonimizga sovg'a tariqasida beriladi. Buyurun nasib qilsin onajonim. Yaxshi. Qo'yin. Amin. Mana shu do'konlaringiz judayam ko'pchilik faqat Farg'ona emas, Namangonda ham maqtashadi, Andijonda maqtashadi. Xorizga shukr onajon. Hatto mana reklamada ko'rdik, internetda maskarad turib ham ko'rdik. Xorizga shukr. Biz Farg'onada yog'moq o'zimizda. Onajon. Iloyim bundan ham yaxshi rivojlanaman. Amin. Iloyim faqat halollik bilan himoyangiz komil bo'lib, Amin. bundan ham yaxshi savdolaringiz bo'lsin iloyim. Xaridorlaringiz bundan-da ko'p bo'lsin. Amin. Sog' bo'linglar. Xorizga shukr. Xalqqa xizmat qilishdan charchamang. Xush kelibsiz.